Endilikte hürmetlik vatandaş bugün çislağa 2022 yıl 4. ayının 24. günü vatandaşım endilikteki vaziyet yaki muhakemede biz bronka temamız yani Maşinroy Şinjan Uyghur Abdunum Rayonining gubernatörü Mustamlik Uyg'uristonning gubernatori Maşinroy bilan bo'lgan suhbatni asli keltirish shaklida leksiya so'zlaymiz. Hozir endi xalq vakillar qurultayi Jungoning yaqindan beri ishki qonun 1930-yili ma'qullangan majburiy emgakka qarshi turish xalqaro ahdnomasi 1957-yili imzolangan majburiy emgakka qarshi turish xalqaro ahdnomasi har ikkilisiga oldirab tinab imzo qo'ydi. Bunun birinci sebebi yetib kelgan besim biz qayta tekrarladık. O'tgan yil 12 ayının 23 günü Prezident Joe Biden mecburi emgak selişki qarshi turish, yani Uyg'urlarni mecburi emgak selişki qarshi turish qonuni imzo qo'ydi. Birinci besim bu. İkincisi Avrupa İttifaqı yaqindan beri Jungo'yla imzolaydigan qo'sh taraflik shartnoma. Məbləğ seliş kelişimini to'xtatib, sen evvel Şinjan meselesini, yani Uyg'uriston meselesini hal qilisan dedi. Bu ma intayin eg'ir besim vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlari tarafdan kelayotgan besim hukumatlarchilik, Oqsaroy darajalik besim. Yevropa İttifoqidan kelayotgan besim, Yevropa İttifoqi darajalik. Yoki Jungo bilan bevosita kelishim imzolaydigan organlar darajalik besim. Bu besimga Jungo hukumati bardoshlik berolmaydi ham vatandoshim. Shuning bilan majburiy emgakka qarshi turish xalqaro ahdnomasiga imzo qo'ydi. Maşinroy efendi buna qarshi olamiz. Bütün dünya qarshi oldi. Biz Uyg'urlar ham qarshi olamiz bundaq harakatni, bundaq imzo qo'yishni. Maşinroy efendi, yani sizlar imzo qo'ydigan eng xalqliq bir qonun. 1997-yili John Zemin Washingtonni ziyorat qilib, Prezident Bill Clinton bilan ko'rishgandan keyin tunji bo'lib Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq Jungoning vakili Chen Huasun imzo qo'ygan fuqarolar huquqiy va siyosiy huquq xalqaro ahdnomasi. Mana buningga qo'l qo'ysangiz, uning kirish so'zi va birinchi moddasida barliq xalqlarning, ya'ni har qanday millatning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor degan gap. Savodi yo'q, qari qo'saq odamlar o'ttirg'i chiqib, hozir buni bir mulovatida o'z taqdirini o'zi belgilash degan. Bilsang kir bu sohaga, bilmasang asla karbitingni chiqib topqol efendi. Bilamdi? Ha. Maşinroy efendi ağırlıqda sözü qıstirib qo'ydim. Kechiring efendi. Endilikda siz imzo qo'ydigan yana bir qonun Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qonuniy kishilik, yashariy kishilik huquq xitobnomasining tarkibiy qismi fuqarolar huquqi va siyosiy huquq ahdnomasiga imzo qo'ysangizlar va buni imzo qo'yish bilan to'xtab qolmay, buni ijro qilishga topshirsangizlar, yuqorqi qonunlar masalasi va barliq masalalar o'zi hal bo'ladi. Osh qonun bo'yicha. O qonun bo'yicha avval Jungoda asosiy qonun o'zgarish kerak. Eg'ir nuqta mayada Maşinroy efendi. O qonun bo'yicha Jungoning atalmış jinoiy ishlar qonuni va avtonomiya qonuni deganlarni axlat sandig'iga tashlab etishga to'g'ri keladi Maşinroy efendi. Xalqaro qonunga imzo qo'yilsalar, o qonunlar tashlanib qoladi. Balki asosiy qonun Jumhuriyat Xalq Cumhuriyatining asosiy qonuni fuqarolar huquqi va siyosiy huquq xalqaro ahdnomasining ro'yi bo'yicha tuziladi. Shu vaqtda Jungoning asosiy qonuni mo'tadillashgan bo'ladi Maşinroy efendi. Har qanday millatning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor. Hatta her qanday millatning o'zining yer zamin, yer üstü, yer ostidagi boyliqlardan foydalanish huquqi bor.
Maşınroy efendi. Bugünlerden biz halkara cemiyet çıkıp Uygurlar şunu tutup yettik ki başka baylığımızı koyup duraylı. Yer aslı yer üstündeki pekatlı bir pahtını alaylı. Pahta Uygur'un işlep çıkargan uzun talalık pahtısının 90% halkara cemiyette 90%'lik pahtı bilen teminleydi dese. Aklı var insan ne mi deydi? Şu pahtını işlep çıkarıvatkan Uygur'un bugün iktisadi ahvalı nime dep sual koysa aklı var insan nime deydi Maşınroy efendi? Nime deydi aklı var insan? Avustralyalık bir hansı kız yazı şunun ötünün şunun ügünün Maşınroy efendi. 85% degenti ki 90% çıktı ben şu 90% dep aldım. Şu kız dedi ki 85% paxta. Uyguristan'da işlep çıkarılgan paxta dünyanı teminleydi. Dünya yaştırı putundaki ayakka karap bak. Xitay tilideki çoğay, Uygur tilideki çoğayga karap bak. Bunun hemmesi Uyguristan'da işlengen paxta bilen işlenedi. Şunu sen Uyguristan'daki mecburi emgeki köngül bel dünya. Dedi heleki tatey kız. Maşınroy efendi Uygur manı muşundak baylıkның ilgisi. Lekin Uygur'un hukuku yok. Bizning davatqanimiz Uygur'un hukukunu tartib ilingan hukukunu Uygur'un o'ziga qaytirib bering davatimiz. Maşınroy efendi sizning yana bir ishdan xabarınız var, belki to'liq xabarınız var. O'tgan yil 12 ayning 23 kuni Prezident Joe Biden imza qo'ydi mecburi emgakka qarshi turish. Uygur'ni mecburi emgak selish qanunuga qarshi turish. Kanunuga imza koydu. Siz şu günü şu imza koyuş bilen Ürümçi'ye yani Şinjan Uygur Abdunum rayonuna müstemliki Uyguristan'a gobernatör bulup geldiniz Maşınroy efendi. Çinçuengo elip gitildi. Naiti ciddili yütkep gitildi. Gördünüz mü makuş ne? Prezident Joe Biden Aksaray'da imza koydu. Çinçuengo derhal elip gitildi. Maşınroy Ürümçi'ye gitip geldi. Yani şu günü bir hadisi yüz bergen idi. Bugün vatandaşları vakit tertibe paketi bilen koyumen dep saklap koygunum tapamay kaldım. Vatandaşlarım izlep baksanlar buludu. YouTube torbeti 12. ayının 23. günü ötken yili del muş vaka yüz bergende yana bir kichikkina voqea yuz berdi. Buningga siz hayron, men hayron qolamizdir. Masalan, hozirgi dunyoda Amerika bilan Jungo o'rtasida yana bir majro, savdo majrosi. Hatta Amerika oxiri Jungoni tashlab etib, biz bu yo'lni boshqa tutamiz. Biz boshqadan boshlaymiz bu yo'lni deyishga majbur qilgan savdo majrosida Serektopa savdosi. Serektopa savdosi bugünkü tanka, bugünkü raketa, bugünkü qo'lingizdagi telefon, bugünkü elektronlik nima televizor yoki kompyuter, mushularning hammasini yasaydigan Serektopani vatandosh hozirgacha Jungo Kompartiyasi ichki Mong'oliyada ishlanadi. İchki Mong'oliyada ham ashyo qilamiz. İchki Mong'oliyada ishlab ham ashyoga aylantirib chet elga savdo qilamiz. 71% Serektopa savdosi dunyo bo'yicha Jungoning qo'lida degan edi, lekin o'tgan yili 12 ayning 23 kuni Jungo hükümeti bu Serektopa ichki Mong'oliyadan chiqmaydi, balki Şinjan Uygur Abdunum rayonidan chiqadi deb e'lon qildi Maşınroy efendi. Qarang ama ishki g'ayri hodisa. Maşınroy efendining Şinjan Uygur Abdunum rayoniga yo'tkilib kelishi va Serektopa ishlab chiqarish. Bu baylıkni ishlab chiqarishning hozirgi yolg'on ma'lumotlar dunyoga Amerikaga ma'lum qilinganligi, ya'ni ichki Mong'oliyada ishlab chiqariladi deganligimi fosh bo'lib, bu qatam Serektopaning Şinjan Uygur Abdunum rayonida ishlab chiqariladiganligini, Serektopa bu madan mahsulotlarning
Şinjan Uygur Abdurun rayonunun baylığı işgalligini dünyaya jakarladı. Aşağınoy efendi körüne paxta 90% bütün dünya Uyguristan'dır. Serektopu 71% bütün dünya Uyguristan'dır. Başkalı koyup durayla başka baylıkını, şu aldığımız ülkege iki baylıkını alayla, şu baylıkının ilgisi bulup yatkan Uygurlarının bugün hukuki münasebetlerde tutkan ordinime Maşınroy efendi, onun silah tüzüpegen avtonomiya kanunu nime çarvıçılıkta kandak terakki kıldırış, dihançılıkta kandak terakki kıldırış, kömü konakta kandak asıraş, 3 kişi odasına kandak davamlaştırış. Moşama Cumhuriyet Halk Cumhuriyet Halk Vekiller Kurultayı'nın Uygurlarga tüzüpbegen milli territoriyalik avtonomiya kanunu çarvıçılıkta kandak terakki kıldırış, dihançılıkta kandak terakki kıldırış. Moşama 35 milyon milletke tüzüpbergen milli territoriyalik avtonomiya kanunu moşama Maşınroy efendi. Hazır biz vaziyeti söze müşerrek geldik. Yana bir misalını etpireyim Maşınroy efendi bana bugün torbiti. Yani ve torbiti ilan kılıngan bir parça makalını sizden sevmenizgi salay Maşınroy efendi. Mavzumunda bir vakitlik tamak restoranda yeydiğen bir vakitlik tamak bahası 900 min yuan. 100 min yuan kem 1 milyon. Bir vakitlik tamam. Bahası 900 min yuan. 200 milyon yuan setip elingan kımmet bahalık maşinalar. BMW bu degende kımmet bahalık maşinalar. Balası Cangjin. Atı bala işkeylen nur tezligide pul haclap. Milyar yuvellik aile mal mülkünü gumran kıldı. Mavzula haber 4. ayının 23. günü Venvi Torbeti ilan kılındı. Bu kişi kim? Zhang Quanlong. Balısının ismi Cangjin. Bu kişinin sodisi nime Maşınroy efendi? Nime sodi kılıdı? Epkeş içkip epkeş satamdı. Yaki lathay tikip lathay satamdı. Bu kişinin sodisi nime Maşınroy efendi? Karın hazır dünyada. Onun kuldu sodi kılıç için bir materyal oluş gerek bu sodi nime? Maşınroy efendi. Bu soda me hazır tılga ağan serek topa sodisi. Bu desepte bu kişi Cungun'un içinde serek topağını ham eşyağı aylandırış hizmet ölen şugullangan. Şinjan'da inkilediğin serek topağını Cungun'un kaysi bir yerde ham eşyağı aylandırgan. Kim bu ham eşyağı aylandırışını Şangang'ı yetkep, Şangang'da ham eşya kılıp, Şangang'da halkara bazarga çıkırdığın sodagerge aylangan. Bugün hazır bu sodager Zhang Quanlong bir vaqt tamakını 900 min yuvangi setip alıdı. BMW'deki her xil markalık maşinla 200 milyon hacdap setip algan maşinla. Lekin bu gumran oldu. Nim bilen gumran oldu? Kımarvaz Xitay. Kımarda dotkip, kımarda oşuk etip, kart oynap, bütünlüğü gümran bol. Uygur'un baylığı muşu. Serek topunu misal kaldık, paxtını misal kaldık. Muşunu işlep çıkırvatqa ve muşu baylıqның ilgisinin Uygur'un bugünkü iktisadi halı nime? Maşınroy efendi, qosak toygudek tamak yerlemdi Uygur. Bütün södegelerde ve baylarının hemmisini kol kılıp türmüge taşlap oldunuz Maşınroy efendi. Uygurlar qosak toygudek tamak yerlemdi. Maşınroy efendi. Karamaylık Yusuf Sakal'ga 14 yıllık qamak cezası verdiniz.
ata-anası türmege nazar bandga elib ketilib ko'chada yetim qolgan balalarga bir to'g'ram non berganligi uchun Yusuf Saqalg'on 4 yil qamoq jazosi berdingiz. Men sizdan qo'yib berishni, turmadan qo'yib berishni talab qilgan odamlar qatoriga, Qasım Sıdık boshchiligidagi ziyolilar qatoriga bugun Mashimro'y apandi Yusuf Saqalni ham qo'shib qo'ying. Mashimro'y apandi oxiri qiladigan gapim, bir og'iz gapim shuki, siz harbiy ishlarni biladigan, harbiy ishlar bilan mashg'ul bo'lgan odam ekansiz. Balki vaziyat qistab sizni hozir Jungo Kompartiyasi Şinjan Uyg'ur Abnum rayoniga olib keldi. Vaziyatni ko'ryapsiz. Bizning ko'rayotgan vaziyatimiz to'r beti gezish jurnallarda kelayotgan vaziyat. Vaziyat sizga qora somkada keladi. Mashimro'y apandi, shunlashqisiz hozirdan boshlab Şinjan Uyg'ur Abnum rayoni kontrol qilib turgan besib yotgan faqatla ili viloyat o'lkasida 800 ming kishilik harbiy qo'shin. Butun Uyg'uristonda qancha Alloh biladi. Bularni siz Uyg'uristonda tinchlik saqlash qismlariga aylantirish va Uyg'uristonda yetib keladigan o'tkinchi davrni mushu kuch orqali kapolatga qilishdan yo'lini tanlab oling. Mashimro'y apandi shuning uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetining komissariyati yoki valisi Michel Bachelet xonimni dag'dug'liq kutib oling. Mashimro'y apandi.